Men Uzoq va Kamoli kinaligimdan O'shin seriali bo'lardi. Hamma unga o'xshashligimni aytishgan. Mono markazda 6 oy davomida yapon tilini o'rganganman. Hamshira bo'lganligim uchun kaygo sohasini tanlaganman. Qariyalar uyida ishladim. 1 yil davomida ayollar uchun momo bo'lar ekan, bu ozgina. Lekin meni tushunishdi ular. Vaqtida borishingiz kerak, to'g'ri so'z bo'lishingiz kerak. Men Uzoq va Kamoli 1986-yil Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Ishga borishga qaror qilgan sababi kichkinaligimdan O'shin seriali bo'lardi. Hamma unga o'xshashligimni aytishgan. Oxiri o'g'il bola sinfdoshlarim aytgandan keyin ko'rganman, shu kechqurun 11 gacha uxlamay. Shunda qiziqaman, haqiqatan O'shinda yoshligini o'ynagan qizcha menga o'xshaganligi sababli o'shanda qiziqaman, o'sha joylarga borib ko'rish. Shu maqsad bo'lgan. Yaponiyaga Mono markazda 6 oy davomida yapon tilini o'rganganman. Hamshira bo'lganligim uchun kaygo sohasini tanlaganman. Suhbatdan o'tib 2022-yil dekabr oyida Yaponiyaga ketganman, Nagoya shahriga. Undan keyin Shizokada 1 yil davomida ishladim. Bu yerda suhbatdan o'tganimizdan keyin shartnoma bo'lgan. Shartnomada bizni bu yerdan ketish va kelish, ya'ni samolyot xarajatlari, u yerda bir oy davomida tayyorlov markazida o'qish xarajatlarimiz, yashash, hamma xarajatlarni u yerdagi kompaniya tomonidan to'langan. Dekabr oyida ketgan bo'lsak, mart oyigacha u sentrda qoldik, chunki orada shartnomamiz o'zgardi. Bu yerda boshqa shartnoma, u yoqqa borgandan keyin boshqa shartnoma bilan shartnomamiz, ish joyimiz o'zgardi. Mart oyidan boshlab Shizuoka prefekturasi Kakigawa shahrida qariyalar uyida ishladim 1 yil davomida. U yerda ish vaqtimiz 3 xil, ya'ni vaqtliroq, o'z vaqtida, kechki smena, tungi smenasi bor edi. Tungi smenasida biz ishlamadik, chunki tajribadan keyin 1 yil, 6 oy, 1 yil, ya'ni ish uddalashga, ularni tushunishga, ya'ni ular yapon tilini biz qanchalik tushunib, ularga javob bera olishimizga qarab ishga qo'yishar ekan. Men vaqtli borish, har doimgi kechki smenalarda ishlaganman. Borganimizda, ya'ni qaysi smenaga borishingizga qarab ishingiz o'zgaradi. Vaqtli smenaga borsangiz, ertalab tongi ularni o'sha 7:30 dan boshlab 8:30 gacha bo'lgan vaqtda ovqatlanish vaqti. O'sha ovqatlanishiga ularga ovqatlarni oldiga olib kelib berish, yomiydiganlarga qarashish, undan keyin ularni tishini yuvishga yordam berish, ovqatlarni bo'lgandan keyin o'sha joylarni yig'ib qo'yish, ya'ni ovqatlangan idishlarini oshxonagacha olib borilmaydi, maxsus qo'yadigan stollar bor, o'shalarga qo'yasiz, bo'ldi. O'shalarni yig'ishtirib qo'yib, yana o'zlarini xonasiga olib borib qo'yish. Undan keyin xonalar o'zlarini naqasiga qarab kiyimlarini taxlashish, kiyintirish, o'zlari xohlamasa kiyimlarini boshqa kiyimga almashtirish. Chunki kechqurungi kiyimini kechqurun smenada qolgan hamshira bajaradi. Uni ertalab yuzlarini yuvib, kiyintirib qo'yadi. Uni kun mobaynida xohlamasa boshqa kiyimga almashtirishiga biz yordamlashamiz. Orada o'sha nimani xohlasa so'ragan narsalariga yordamlashamiz. Xonasini yig'ishtirish. O'zlari ular yoshlari katta bo'lsa ham harakat qilishadi kiyimlarini taxlashga, xonalarini toza tutishga. Undan keyin tushlik vaqtiga olib tushamiz pastga, yotoqxonalari tepa qavatda, pastki qavatda o'sha ovqatlanish, yuvinish xonasi pastki qavatda. O'sha haftada 3 kun yuvinish, 3 kunda bir marta yuvinish kuni bo'ladi. O'shani pastga olib tushamiz. Boshqa vaqt pastga shu bayramlar
bo'lganda, mashq bajarishlari bo'lsa, keyin ovqatlanishga pastki qavatga olib tushamiz. Boshqa vaqt tepa qavatda o'sha kun mobaynida o'sha nimani xohlashsa shunisiga yordamlashamiz. Ya'ni bitta insonda o'zi bajara olmaydigan har qanday ishiga yordamlashamiz. O'sha yuvinishidan tortib hojatxonaga borishigacha yordamlashamiz. U yerda 15 ta qariyaga 2 ta hamshira qaraydi. Har bitta qavatda 15 tadan foydalanuvchi bo'lsa, 2 tadan hamshira yordamlashadi ishiga. Ya'ni ulgurishadi, chunki yotoq holatda bo'lgan qariyalar 3 ta 4 ta undan ko'p bo'lmaydi. Ya'ni ahvoliga qarab og'ir kasallar bo'lmaydi. Ular og'ir kasallar bo'lsa, uni boshqa shifoxonaga o'tkazishadi. Ish davomida qiyinchilik men uchun bo'lmadi. Faqat tilda emasa, tilda lekin ular yordamlashdi. Bir oy ozgina qiynaldim. Undan keyin hamma narsani tushunib ketdim. Ishda qiynalmadim. Hamshira bo'lganim uchunmi. Faqat bitta muammo, ularda yotoq kasallarini, ya'ni o'sha pampers almashtirishda ko'pchilik bilan muammo. Musulmon anaqasidagi ayollar uchun muammo bo'lar ekan bu ozgina. Lekin meni tushunishdi ular. Ya'ni men bilan ko'proq yapon erkaklar anaqaga smenaga birga turishdi. Ayollari ham harakat qilishdi. O'sha bitta bir donagina o'zi bor edi. Har doim ular qarashdi bu borada menga. Lekin eng qiyinligi biz O'zbekistondan borgan ayollarga eng qiyin, eng muammoli anisi mana shu. Lekin men bitta narsa aytaman, hamshira bo'lgani uchun o'zimiz O'zbekistonda ham masalan ukol qilishadi, operatsiyalarga o'zim bu yerda yurib ko'pgina operatsiyalarga kirganman. Shuning uchun menda muammo bo'lmadi, lekin boshqalar bundan ko'p muammo bo'ldi shu narsada. Boradiganlar mana shu narsaga birinchi navbatda tayyor bo'lsin. Menimcha xo'jayinlari ana qilmasin deyishdan yiroqman, ular shaxsiy anisi, lekin hamshira bo'lib o'sha narsaga tayyor bo'lgani uchun borgandan keyin muammo qilishlari menimcha sal noqulayroq bo'lsa kerak, nima deb tushuntirsam ekan. Boshqacharoq bo'lsa kerak, chunki bu narsaga tayyor bo'lib borgani yaxshi. Bir oyda 7-8 kun dam olsangiz bo'ladi. Ortiqcha vaqt ishlatishmaydi. Umuman, masalan, vaqtingiz tugadimi? 8 dan 8 gacha yemisiz? Bo'ldi, 8 bo'ldimi? Ular o'zlari soatga уже qarab turishadi. Bo'ldi, sen vaqting bo'ldi deysiz. Shu idishni hatto ko'tarib qilayotgan ishingizni shu joyda tashlaysiz, tugatib qo'yishingiz kerak emas. Sizdan keyingi kelgan odam u ishni tugatadi. Dam olish kuni qo'yib berishadi, lekin keyingi oyga reja tuzayotganda 10 kun oldin so'rashadi. 15 kun oldin vaqt berishadi. 5 kun davomida siz aytishingiz kerak. 10 kun qolganda aniq kunini aytishingiz kerak, dam olish kuningizni. O'sha kunga albatta ular dam olish kuni qo'yib berishadi. Dam olish kuni ixtiyoriy. Bir oyda albatta 7 kun dam olish huquqiga egasiz. Kaygo ishiga ko'proq hamshiralarga borish tavsiya qilaman. Chunki eng katta muammo mana shu haligi jins ajratishda erkak kishi, ayol kishi deb. Tibbiyotda ayol kishi, erkak kishi degan gap yo'q. Ular bemor. Hamshiralarga bu narsa o'sha o'rgatilgani uchun hamshiralar ko'proq tushunadi. Hamshiralarni oilasida bu narsani tushunishadi. Shuning uchun hamshiralarga maslahat beraman. Ham qiynalmay ishlab keta olishadi. Ko'pchiligi bilan ishlaydi, bemorlar bilan ular injiqliklarni ko'tara olishadi. Lekin ular injiqlik qilishmaydi, iloji boricha boshqaga qaramligini his qilganligi uchun juda harakat qilishadi o'zlari nima qilishga. Insult, infarkt bo'lib bir tomoni ishlamay qolganlar ham yordamlashadi. Bizda shunday narsa bor, bo'ldi, buni qo'li ishlamayapti, voy qo'liga tegma, oyog'iga tegma, ishlamaydi, unday qilmaydi. Ular harakat qiladi shu holatda ham.
Bu kasallarni hamshiralar ko'proq tushungani uchun hamshiralarga ko'proq maslahat beraman. Daromad va xarajatlar bu shartnoma tuzgan kompaniyangizga bog'liq. Kompaniyalar ya'ni ikki xil desam bo'ladi, chunki o'zingiz to'laysiz oyligingizdan, kompaniya to'lab berishi bor. Endi kompaniya to'lab berishi ko'proq oliy ma'lumotlilarga bu foydaliroq, lekin ayrim tushungan kompaniyalar bu quyiroq vizadagilarga ham yordamlashadi. Oylikka kelsak unaqa 5,000 6,000 unaqa emas. Oliylarni ham bunchalik olganini eshitmadim. Bunchalik oladiganlar kechki smenada ishlaydiganlar, kebishi bo'lib qattiq gambati qilib ishlaydiganlar. Ular ko'proq oladi. Bizga aytilgan summadan yarmi soliqga ketadi. Soliqda ham nimasi bor? Bitta solig'imiz uchun 3 xil soliq to'laymiz. O'shaning uchun yarmi bunday olib qarasa yarmi soliqga ketadi. Undan tashqari $400 atrofida uy xarajati, kvartira, ya'ni undan keyin suv, gazga har oy Wi-Fi ishlatsangiz unga ketadi. Telefon, sim kartangiz uchun to'laysiz alohida. Ya'ni oziq yeb ichishlar, ular o'zingizdan aylanishlaringizga o'zingizdan to'laysiz. Endi u oylikka qarab, masalan $1000 olsangiz, u $500 xarajatga ketdi degani, o'zingiz uchun $500 qoldi degani. Qolishi uchun juda ko'p ishlashingiz kerak, ko'p soat ishlashingiz kerak. Men bilan borgan sheriklarimdan qiyos, ular soat oshxonada ham ishlashdi ular. Ish soati ko'p bo'lganligi uchun berishdi. Soat 5da, 4:30-5da turib ishga ketardi, kechki 9gacha, 8:30, 8:30 pash 9 ham bo'lib ketardi. O'shani hisobiga ularga $1000 qoldi, lekin $1000 dan ham yana xarajatlari bor. Shuning uchun stajyordan ko'ra iloji boricha o'qib, shu maxsus malakada ketgan, hozir ayniqsa o'zbekistonliklarga ham imkoniyat berdi bunga. Shuning uchun o'sha vizada ketgan yaxshi. Ya'ni qoladi, $1000 o'ziga qoladi. Ya'ni O'zbekistondagi rejalar amalga oshirish uchun bu yerda yaxshigina fundament kerak. Yaponlardan o'rgangan narsam tartib. O'zim tan olaman, juda ham tartibli. Hamma narsani ana qilishi vaqti-vaqtida qiladi. Endi ular muomalasiga keladigan bo'lsak, menda bu narsa haqida muammo bo'lmagan, chunki O'zbekistonda ham bilmadim, meni hurmat qilib, ko'nglimga qarab ishlaydiganlar bo'lgani uchunmi, bu yerda ham muammo bo'lmadi, u yoqda ham. Qancha harakat qilsa, lekin Yaponiyada shuni tushundim, qancha harakat qilsangiz, shuncha yordamlashadi-da. Agar ish joyingiz, muhitingiz yaxshi bo'lsa. Faqat yaponlarda yana bitta narsasi bor ekan. Ular qabul qila olsa, sizga juda katta yordam berishar ekan. Chiqishib keta olsangiz. Agar ajratsa, rostmanasiga ajratishar ekan. Vaqtida borishingiz kerak, to'g'ri so'z bo'lishingiz kerak. Shu narsasi to'g'ri so'z, juda tartibli, to'g'ri so'z. Hech narsani yashirishmaydi. Chunki siz haqingizdagi har bitta ma'lumot boshliqqa yetib borar ekan. Shuning uchun ham ularda rivojlanish bor deb o'ylayman. Hech narsani yashirishmaydi. Chekkaga turib g'iybatingizni qilmaydi. Siz xato qildingizmi, o'zingizga aytadi, tushuntiradi, shu xatoni borib boshliqqa ham aytadi. Bu shu yerda xato qildi, shunday bo'ldi deb. O'shani sizga tushuntirishadi, keyingi safar xato qilmasligingiz uchun. O'sha narsasi. Keyin yordam berishi, agar ular bilan chiqishib keta olsangiz, har tomonlama yordam berishar ekan. Qancha harakat qilsangiz, shuncha ular yordam berishadi harakatingizga qarab, har tomonlama. Ish o'rganishda ham, til o'rganishda ham, atrofni o'rganishda ham, hamma narsaga yordam berishadi. Menga ham yordam berishgan. Til o'rganishimda, imtihonlardan o'tishimda, Hellowork'ga borib ish topishimda, hozirgi ish joyimda ham shu Hellowork'da topib berishgan.
Kelajakda Kaygo sohasida ishlamoqchi bo'lganlarga maslahatim yapon tilini yaxshi o'rganishsin. Kaygo imtihonlaridan o'tsin, maxsus malaka imtihonlaridan o'tsin, osonlashadi. Keyin har qanday holatga tayyor bo'lsin, ya'ni vaziyatga bu yerda u ishni qilmayman, bu ishni qilmayman degan narsa bo'lmasin demoqchiman. Chunki bu yerda aytilgan gap bilan ishxona har xil bo'lgani uchun har xil vaziyat bo'ladi-da, o'shaning uchun. Shuning uchun ko'proq hamshiralarga tavsiya berganim shu, chunki har narsaga ko'nikib ishlab ketishadi. Qanchalik harakat qilsa, ular ham tashab qo'ymaydi, shunchalik yordam berishadi. Ham bizdan keyingi boradiganlarga ham yaxshi imkoniyat bo'ladi. Chunki meni hozirgi 5 yilga shartnoma qilgan ishxonam birinchi marta chet davlatdan kelganlar bilan shartnomasi ekan. Ham ular ham menga bu ishni topib bergan firma o'zbeklar bilan ishlashgan ekan. Hamma narsa, ya'ni menga bog'liqligini tushuntirishdi. Sen qanchalik yaxshi ishlab harakat qilsang, yaponlarda birinchi taassurotga juda ham ishonishadi. Agar boshida yomon bo'lib, keyinchalik qancha yaxshi bo'lsangiz ham, ularning fikrini o'zgartirish juda qiyin. Ular bilan do'stlashish juda qiyin. Boshidan yaxshi fikrda bo'lsangiz, ayrim holatlarda aybingizni kechirishadi. Chunki aybsiz ish qila olmaysiz. O'sha vaqtda kechirishadi, yordamlashadi. Bu narsani ular tushuntirishdi. Shuning uchun o'zimizdan keyingilarga ham imkoniyat yaratish uchun yaxshi o'zimizni har tomonlama yaxshi tomondan ko'rsata olishimiz kerak.